Hammaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugungi 11-may kuni Seven magazinimizdagi barcha assortimentlar bilan tanishtirib o'taman. Ma'lumotlarni berib o'taman, xudo xolasa. Birinchi telefonimiz 17 Max 0 sikl, yangi. Korobkasi yo'q xolos, $1570, 0 sikl. Ikkinchi telefonimiz 17 Pro Max bu ham 149 siklli, 100 yomkiz, $1480, korobka dokumentlari bor. Yarki orange rangdagi 17 Max'imiz 217 sikl, 100 yomkiz, korobkasi bor, $1250 qilib beramiz. Keyingi telefonimiz trend bo'lgan iPhone Air 98 yomkisi, $920, korobka dokumenti ham bor. Pro versiyamiz 17 Pro o'zi silver, 100 yomkiz, korobka dokumenti bor, 1380. Keyingi navbatdagi telefonimiz 17 Pro Max silver, 47 sikl, atigi $1530, korobka dokumenti bor. 17 Pro'imizga kelsa, bu ham 0 sikl, $1450, korobka dokumenti yo'q, lekin Seven taraflama 6 oydan 1 yilgacha servis xizmati kafolati bor. Bemalol kelib Sevendan xarid qilishingiz mumkin. 16 Max'imizdan qora rangni so'ragan 100 yomkizliklarimiz ham bor. Keyin $1100, korobka dokumenti ham bor. 256 talik Yevropa regionda emekalar o'tgan. 16 ni o'zi so'ragan mijozlarimiz ham bor edi. 100 sikl, 100 yomkiz, 222 sikl, korobka dokumenti bor, $610 atigi. Blue rangdagi chiroyli 17 Pro'imiz 100 yomkiz, korobka dokumenti bor, $1320 qilib beramiz. 16 Max desert so'raganlarga 94 yomkizda 256 talik $940, korobka dokumenti yo'q. 16 Max'imiz 91 yomkizda Yaponiya varianti $970 qilib beramiz, korobka dokumenti bor. Buni ko'rsatdim. 16 Max 94 yomkizli, korobka dokumenti bor, $800, 256 talik. Keyingisi bu Husan'ın Ari Hasani 94 yomkizda, bu 92 yomkizli, $950. Holatlar ideal, korobka dokumenti bor. Navbatdagi telefonimiz bu ham 16 Max 95 yomkizda, korobka dokumenti bor, $980 qilib beramiz. 16 Pro 89 yomkizda, $800, korobka dokumenti bor. Bu ham 16 Pro 88 yomkizda, $780, 128 talik. Qora rangda so'raganlar uchun 16 Pro 98 yomkiz, $850, korobka dokumentlari bor. 16 Pro natural titan so'raganlar uchun 97 yomkizda, $850, korobka dokumentlari bor. Char regionda. Navbatdagi telefonimiz 15 Max 87 yomkizda, korobka dokumenti bor, $820. 15 Pro'imiz 80 yomkizda, $620, korobka dokumenti bor. Arzonroq so'raganlar uchun mana shuni qora rangi 85 yomkiz, korobka dokumenti bor, $680 qilib beramiz. 15 Pro 83 yomkizda, $670. Tak, 17 ni o'zi 46 sikl, korobka dokumentlari bor, $850 qilib beramiz, Char regionda. 15 Pro Blue rangda 82 yomkiz, $620, korobka dokumenti bor. 14 Pro Max 77 yomkizda, 256 talik, $580. Purple rangida 77 yomkiz, korobka dokumenti bor, $540 qilib beramiz. 14 Pro'imiz o'zi 76 yomkiz, $480 qilib beramiz. 128 talik. 14 Max'imiz 82 yomkizda, yomkizlari ham baland, 80 dan tepa, xotirasi ham 256 talik, $620 qilib beramiz. Qora rang so'raganlar uchun 78 yomkizda arzonroq $560 qilib beramiz, korobka dokumenti yo'q. 14 Pro'imiz o'zi 256 talik, koreyskiy 70 yomkizda, $470, korobka dokumenti bor. 14 Pro
Gold rangida so'raganlarga 81 yomkisi $540. Ideal holatda, korobka dokumenti yo'q. Lekin 7 taraflama eslatib o'taman, 6 oy bilan 1 yilgacha kafolati bor. $470, 77 yomkisda arzonroq so'raganlar uchun 13 Pro narxida, 14 Pro'miz. 13 doza 98 yomkisda korobka dokumenti bor, narxi $400, 128 talik. Ideal holatda. 13 Max Blue rangda 77 yomkisda $520 beramiz. Xotirasi 128 talik. 13 Pro Max'imiz oqidan so'raganlarga 77 yomkis $500 qilib beramiz. Arzon variantini. 13 Max Gold so'raganlarga Amerika region 73 $530 qilib beramiz. 11 doza so'raganlarga 128 talik, narxi $250 qilib beramiz. 85 yomkisda. 13 doza 128 talik, 77 yomkisda $320 qilib beramiz. 12 Pro so'raganlarga 128 talik, 74 yomkisda $280 qilib beramiz Koreya regionida. 12 Max so'raganlarga 256 talik, xotirasi ham baland, yomkisi ham balanddan. 84 yomkisda $450 chiqadi. Arzonroq varianti ham bor. $410, 84 yomkis, 128 talik. Bu ham 82 yomkis ekan, $420, 128 talik. 12 Pro 88 yomkis, yomkislari ham baland, $380 qilib beramiz. Tailand regioni ekan, 128 talik. Tak. Ray-Ban ochkilarimiz ham bor. Gen 1 pokoleniyalarimiz $380 chiqadi. Gen 2 bo'lsa $540 gacha, 470 dan. Yangi telefonlarimiz ham bor. Vakuum holatdagilar 17 ni o'zi, Max Pro 13 doza Air'larimiz ham bor va 17 ni o'zi ham bor. Bemalol kelib 7 dan xarid qilishingiz mumkin. Barcha ko'rayotgan telefonlaringga xudo xolasa chexol signallarni bonus qilib berib, 6 oydan 1 yilgacha kafolat qilib beramiz. Ichida servis xizmati ham, texnik podдержкасы ham kiradi. Ko'rsalaring, iPad'larimizni olib kelib qo'yganmiz. Oq rangida ham bor. Bunaqa chiroyli roza rangida ham bor, silver rangida ham bor. Narxlari $380 qilib beramiz. A16, iPad 11, 128 talik. M5 Pro'miz ham bor. Bu narxi $1000 chiqadi. 256 talik bo'ladi. M5 chipda. Wi-Fi'li sim karta tushmaydi. MacBook Pro'larimiz ham bor. Air'larimiz ham bor. Xudo xolasa, bemalol kelaverasizlar. Narxlari $450 dan qarab chiqib ketaveradi. 1000 atrofigacha. Xotirasi, operativkasiga qarab. 16 Max'larimiz ham yangisi ham bor. Narxi $1350 bo'ladi. Desert rangida 256 talik sim o'tgan bo'ladi. Xudo xolasa, sizlarni Seven magazinimizda kutib qolamiz. Assortimentlar ko'rib chiqdilaring. Bugungi sanada, bugungi narxda xudo xolasa chiroyli qilib kim kelsa bonuslarni обязательно qilib beramiz. Sizlarni Seven'da kutib qolamiz hammalaringni. Seven orzu qilishdan to'xtamang.